Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barli qarindoshlar, Mavla Alloh salim va mag'firati barakat olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni boshlaymiz. 50-chi cho'ng gunoh hadini eshib, yo'g'onchilik qilish va fitna fasod terish. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alloh taolo Sura Shuroni 42-oyatida bunday deydi. Ayblanadiganlar faqat kishilarga zulm qiladigan, ziminda nahaq ravishda fitna fasod teradigan odamlardir. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi. Alloh taolo menga o'zaro kamtar bo'linglar, hech kimni bo'zoq qilmasin, hech kimga cho'ngchilik qilmasin deb vahiy qildi. Imom Muslim, Abu Davud va Ibn Majah rivoyat qilgan sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bunday deydi. Gunohkorni dunyodami, oxiratdami Alloh taoloning jazosiga mubtalo qiladigan eng og'ir gunoh yo'g'onchilik qilish va sila rahimni uzishdir. Imom Ibn Majah, Imom Abu Davud, Imom Tirmizi, Imom Ahmad, Imom Hakim rivoyat qilgan Albani sahih degan sahih hadis. Shunga qarindoshlar, hadini ishbilgan, yo'g'onchilik qilgan, fitna fasod teradigan ishlardan neri turishimiz kerak. Alloh taolo Sura Qasasning 76-oyatidan 81-oyatigacha bunday deydi. Qarun haqiqatan Musoning qavmini edi. Qarun ularga yo'g'onchilik qildi. Qarunga g'azinalardan shu qadar ko'p bergan ediki, ularning oshqishlarini ko'tarish kuchlik bir jamoagimi haqiqatan ig'irlik qiladi. Ayni vaqtda Qarunga qavmi etdi. Ko'ranglab ketma, Alloh haqiqatan ko'ranglab ketkichlarni do'st tutmaydi. Alloh sana bergan boylik bilan oxirat yurtini tishlagan. Dunyodagi nisibangni unutmagan. Alloh sana yaxshilik qilgandek, sen Allohning bandalariga yaxshilik qilgan. Yer yuzida buzg'unchilikni tilamagan. Alloh haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilarni do'st tutmaydi. Qarun meni alohida bilimim bo'lganlikdan bu boylikqa erishdim dedi. Qarundan ilgari o'tgan ummatlardan uning qaraganda texmi kuchlik to'plagan meli texmi ko'p bo'lgan kishilarni Allohning halok qilganligini u bilmadimi? Gunohkorlarning gunohlarining so'rilishi Alloh buni bilganligi uchun hojatsizdir. Qarun o'z qavmining oldiga barliq zinnati bilan hashamatlik oldi chiqdi. Dunyo tirikchiligini ko'zlaydiganlar kashki bizga Qarunga berilgan boylik berilsa-chu, u haqiqatan dunyolik cho'ng nasibiga ega ekan dedi. Ilmli kishilar voy sizlarga iymon etgan va yaxshi amalni qilgan kishiga Allohning savobi yaxshidir. O savob faqat sabr qilguvchilarga beriladi dedi. Qarunni uning uyi bilan qo'shib yerga yutqizibdi. Mana bu Sura Qasasning 76-oyatidan 81-oyatigacha Alloh taolo o'zining kitobida Qarunning hikoyasini mana shunday bayon qilib, uning Alloh taolo bergan mol dunyolardan nayt ko'ranglab, hadin eshib kibrlik bo'lib ketganligi, hatto u mol dunyoni o'zimning qobiliyati orqali erishdim deganligi uchun Alloh taolo uni yo'q bo'layotganligini bayon qilyapti. Ibn Javzi Qarunning yo'g'onchiligi haqidagi bir qancha qarashni naql qilgan. Birinchisi Ibn Abbos radhiyallohu anhu bunday deydi. Qarun Musa alayhisalomga bo'hton choplash uchun bir fohisha ayol bilan ma'lum miqdorda pulga kelishdi. Ayol Musa bilan birga zina qildi deb bo'hton qildi. Musa alayhisalom ayoldan e'tiqodlarning to'g'ri ekanligiga qasam ichishni talab qildi. Shu chaqda u fohisha ayol Qarun bilan kelishim tuzganligini e'tirof qildi. Mana bu Qarunning hadini eshishi edi. Ikkinchisi Zahhaq bunday deydi. Qarun Alloh taologa kufrlik qilib hadini ochdi. Uchinchisi Qatada bunday deydi. Kafir bo'lish bilan cho'ngchilik qildi. To'rtinchisi Ata
Xorasonni mundaq deydi. Qarun kiyimini uzun kiyib, yerda so'rab yurish bilan yo'g'onchilik qildi. 5-si Mavardi mundaq deydi. Qarun Fir'avnga xizmat qildi. U mushu orqali Isroil o'g'illariga zulm va uval qildi. Tafsirshunoslar Alloh taoloning Qarunni uning uyi bilan qo'shib yerga yutqizdiq degan so'zi haqida to'xtalib mundaq deydi. Yuqorida aytilganidek Qarun Musa alayhisalomni bo'hton qilish uchun bir fohisha ayol bilan kelishim tuzgan edi. Musa alayhisalom uningga nihoyat achchiqlab Qarunga beddua qildi. Alloh taolo Musa alayhisalomga men zaminni sana itoat qilishga buyurdim. Sen uningga amr qilgin deb vahiy qildi. Shuning bilan Musa alayhisalom zamin Qarunni yutqin dedi. Zamin uni taxti bilan qo'shib yutishga boshladi. Qarun bu ahvolni ko'rib Musa alayhisalomga rahim qilgin deb yolvordi. Musa alayhisalom zamin uni yut dedi. Zamin uni putigacha yutdi. Musa alayhisalom zamin uni yut davergan edi. Zamin uni butunlay yutib ketdi. Shuning bilan Alloh taolo Musa izzetim va buyukligim bilan qasamki, agar u Qarun menga ana shundoq yolvorsa edi, men unga albatta yordam qilgan bo'lardim deb vahiy qildi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu zamin Qarunni eng osti qatlamlargacha yutdi degan. Samura ibn Jundab Qarun yerning ostiga har kuni o'zining bo'yi uzunligida to'xtamay cho'kib turdi degan. Muqatil Qarun halak bo'lganda Isroil avlodlari Musa Qarunni uning boyligiga va qasrlariga ega bo'lish uchun halok qildi dedi. Biroq Alloh taolo 3 kundan keyin uning mol-mulkini va qasrlarini yerga yutqizdi degan. Alloh taolo bu haqda Sura Qasasning 81-oyatida mundaq deydi. Uningdan Allohning azobini dafi qiladigan bir jamoa bo'lmadi. Qarun o'zini qo'g'dayolmadi. Ya'ni hech kim uni Alloh tushirgan azobdan qutqizolmadi. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Shuningga qarindoshlar, mal dunyosin dunyolarimiz bo'lsin yoki izzat obro'yimiz bo'lsin, qandoq bo'lishdan qat'iy nazar yo'g'onchilik qilishdan saqlanish kerak, hadini ishib ketishdan saqlanish kerak, kibrlik bo'lishdan saqlanish kerak, fitna fasod terishdan saqlanish kerak. Unda qilmasa Allohning ig'ir jazosiga uchraydi. Ya'ni shu Qarunga o'xshash Allohning jazosiga uchraydi. Shuning aqidamizni Allohga pok qilib, e'tiqodimizni mustahkam qilib, haq yo'lda mustahkam dog'dan qadam bilan minib, Allohdan gunohlarimizga mag'firat tilishimiz, oddiy sodda kichik bo'lib yashashimiz kerak. Darslarimizni Alloh taolo manfaatli qilib bersin.